Yaqinlarim, assalomu alaykum deb chiqib kelyapti. Mehmon kelganda mana sizlar uchun assalomu alaykum deb chiqib keldik. Toshkent, Yuqori Chirchiq, eski Politotdel, Do'stlik ko'chasi bo'lgan, shundoq rohat postidan 5 kilometr kirganingizda mana bir boyvachcha akamni 5-6 ta uy joylari bor ekan. 4 tasi mana bitib qolgan ekan, ya'ni yerlari ham bor ekan, kelishtirib beraman deyaptilar. Uni qo'ygan edik 5 xonalikni, bu 4 xonali. Aka-ukalar qidirayotganmi deylar, ana podrat 3 ta turibdi, 4 xona 2-3 ekan, kelishtirib berib yuboraman deyaptilar. Startoviy narxini 65 ming, kami bor deyaptilar. Savdolashinglar, mashina kiradi, karavot qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. 3 xona, 4 xonali 8-9-etajdan qiynalib ko'chani tomosha qilib o'tiribdi ota-onalar. Yaqinlarim sotish kerak, bitta bunaqa kompaktniyda olib berish kerak deb o'ylayman, tag'in bilmadim. Gaz, svet, suv muammomas, eshik romlarini ham plastik romlar qo'yilgan, alyumin eshiklar qo'yilgan, zamonaviy shotlanka qilib. Tashqarida sanuzel xonasi bor. Holni qaranglar, 2,5 metr hol. Kelib gaplashib olib qo'yish kerak. Bu yerda mana mehmonlar uchun kelganimda addihayishi xona, 4 ta xona plus oshxonasi. Startoviy narxi 65 ming. Shundoq rohat postidan 5 kilometr o'tganinglarda radiator, elektrичество, отопленiyalari hammasi qilib qo'yilgan. Polovoy отопление, zo'r mana polovoy отопленiyalarining sistemalarigacha tayyor. Отдельно dushovoy, отдельно sanuzel xona, отдельно bu yerda kattalar uchun yotoqxona ichida sanuzel xonasi bilan pastda egasini nomeri, savdolashinglar, 3-4 xonali domilarni qanaqa sotishni bilmayotgan bo'lsanglar, tepada reklama xizmatlari uchun deb O'zbegim uylari uy-joy qo'yib reklama uchun nomerlarimizni qo'yib qo'ygan. Shu uy-joy olmoqchi bo'lganlarga, sotmoqchi bo'lganlarga, yana tez kunlarda Xurshid To'rayev bosh to'lovsiz 60 oyga bo'libga uy-joylar sotuvga qo'yadi. Sizlarga kerak bo'lsa, tepada 90li nomerga aloqaga chiqib bron qildirib qo'yinglar. Ozarbayjonskiy sentr eski Tizdikovkadan qo'yadi. Bu joyimiz mana 4 xona plus oshxonani 65 ming kami bor. Prema egasidan dallol-pallol, o'rtakash, ba'zi bir noinsof maklerlar aralashmagan joy. Pastda egasining nomeri, shaxsan meni nomerim kerak bo'lsa, tepada nomerlarimiz O'zbegim uylari, Baxtiyorbek Soliyev xizmatinglarda. Operator Avazov Fayzulloh bo'ladi. Surxondaryo, Oltinsoydan. Nanay deydik, ketdik. Layklar bo'lsin.